qarindoshlar bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Bir-birimizga yordam berishdan chochinaylik. Qayerdagi Uyg'ur millati bo'lsa, biz birinchi o'rinda Allohdan so'raylik, hammasiga omonlik so'raylik. Yonimizda yelkidosh bo'lib, o'rnimizni turgizishga harakat qilaylik va olg'a intilaylik. Ham Uyg'ur qarindoshlariga Allohga omonat silang. Alloh sizni asrasin. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun bizda mehmonda O'zbekistondan Andijondan kelgan Gulnoza Saqiyeva ayolimiz. Assalomu alaykum. Oldindan suhbatimizni boshlamay turib, o'zingiz to'g'risida bizga aytgan bo'lsangiz. Men atim Gulnoza Saqiyeva. Şu Andijon viloyat Paxtabod nohiyasida Uyg'ur yezida tug'ilganman. Uyg'ur oilasida. Bizni o'sha yezida hamma 26 ming nafar undan ziyod Uyg'ur millatiga mansub aholi yashaydi. Asosan shu bizning respublikada Uyg'ur diaspora shu Toshkentda va bizning shu Andijon viloyatida. Andijon viloyatining o'zida Asaka tumani, Shahrixon tumani, Andijon shahri hamda bizning shu Paxtabod tumanida asosan Uyg'ur millatiga mansub aholi yashaydi. Endi ular shu o'zini Uyg'urligi bilan faxrlanadi. Endi biz tilni qanchalik saqlab qoldik, endi bu biz uchun bir ozgina qiyin nima bo'lardi. Bunga deganda bizda hozirgi kunda men buni endi aytaman. Bizda Uyg'ur maktab yo'q. Sizlarga biz havas qilamiz. Uyg'ur gazeta yo'q. Uyg'urcha efirlar yo'q ketgan. Biz shu endi cho'ng'idan o'rgangan, shu o'tab kelayotgan tilni saqlab qolishga harakat qilyapmiz. Endi maqsadimiz shu, ya'ni o'rganish. Men o'zim shu yoshimda yani o'rganay dedim. Chunki hozir shu kunlarda Didar TV deb o'zim YouTube'dan kanal ochdim. Bu kanalni ochishdan maqsad shu bizning qayerdagi Uyg'ur millatiga mansub bo'lgan bizning qarindoshlar bo'lsa, shular bilan uchrashish, borish, o'zining shu saqlab qolgan urf-odatlari, o'zining milliy qadriyatlari, an'analariga qanchalik sodiq bo'lib qolyaptimi, shuni ko'rsatish, keyin qarindoshlarni bir-biri bilan tapishtirish. Bizning yana bitta narsani sal bo'lsangiz sezasizlar, otishning shevisi sho'riqnikida sal boshqacharoq, otishliqlar boshqacharoq bir kasralar, hammaning o'zining saqlab qolgan. Endi lekin bizning bir nimamiz, xudo xolasa, mana qozog'istonlik yoshlar bilan bizning yoshlar bir aloqa qilib, bizning bilmaganlarni va o'rgatib, sizlar borib uyatmani film qilamiz. Hadi shu xalqimiz bizning chiqargan videolarimizni, filmlarimizni ko'radi. Ko'radi. Hamma bizning o'sha Uyg'urdagi nimalar, hammasi mana shu Instagramdagi, YouTube'dagi nimalarni bir-biriga evatib, nima oqilib, nima qilib yodlaydi. Men o'zimning opaman bir bilmayman nechta Uyg'urcha kanaliga nima qilaman, podpis qilgan. Shu yerdagi xalqimizning tirikchiligi asosan dehqonchilik qilish. Yo'q, bizda mana nima desam bo'ladi, bizning Uyg'ur yezida asosan olimlar ko'p chiqqan, taniqli sportchilar, chempionlar, mana oltin medal sohiblari chiqqan. Bizda asosan o'qimishlilar juda ko'p. Men o'zimning yezida bir telekanalda 3 qiz, Uyg'ur qiz ishlaymiz. Boshqa nima deganida, masalan, Asaka shahar u yerdan bor. Biz o'ltirib qolsak, Uyg'urcha gapirimizda. Shuning uchun hali ocha desak hamma butun televideniya ochi deydi bizni. O'zbekchaga o'ttirsak aytib, "Voy, Uyg'urcha gap qilinglar" deydi. Shundoq bizda o'qimishlilar juda ko'p. Mana kitoblari, romanlari chiqqanlar bor. O'zining Akram domla hamroh bo'lib, men ustozim ona tili adabiyotdan bizga dars bergan, o'zim juda katta ko'p g'azallarini kitob qilib chiqargan. Endi ularni shu Olmaotadagi Uyg'ur ovozi gazetasining redaktorlari ularni Uyg'ur tiliga tarjima qilib bergan gazetalarda bor o'sha chiqarganlari. Shu endi hozir bizni juda ham umidli yoshlarimiz ko'p. Mana
taniqli shifokorlar bor, bankni upravляющийлari bor, juda katta shu mana shuhrat medalini olganlar bor bizning qishloqda, shu o'zi nima fermer bo'lib, katta nima davlat mukofotlarini olganlar bor, shunday nimalar bor. Bu yerda biz hozir shu Internews tashkilotining jurnalistlar o'rtasida tanlov bo'lgan 5 ta nima bo'yicha, nominatsiya bo'yicha shunda o'zbekistonlik nimalar g'oliblar, finalistlar final bosqichiga chiqqanlik qildi. Men 3 kundan beri bu yerda trening, seminar. O'zingiz hamda o'zingiz bu yoqqa kelishga Xudoyimiz nasib qilib, aytganlarik birinchi qala tushkicha beykasiniz. Biz sizni mehmon qilaylik, Olmut shahrini ko'mgan yerlarga mehmon qilaylik, Olmut shahrini ko'ksaylik. Bizning chiroyli mahalla bor, Uyg'ur mahallasi bizni olib bizning Uyg'ur qarindoshlar bilan tanishib, sizni tanishtirib, Jiraqdan kelgan mehmonimiz deb sizni kutib olganga shularga Alloh nasib qilsin. Aslan kelgan bizga. Qancha mahalla bordingiz? Bizda 7 mahalla bor. Bizning o'zimizda, mana men Aqtachadagi Uyg'urlardan ham oldim. Ularda ham xuddi shu bizning mahallaning bir xil nomlarni. Bilamsiz, hali Do'langa bordim, Sharixonga. U yerga ham borish niyatimiz bor. Endi ozmas shu jindik oyoqqa turib olsak, xohlasin bu yog'i nesligi butun O'zbekiston Uyg'urlar tashkiloti ham juda go'zal. Siz benim o'zingiz deb ketgandek bir kino tushadim, Jasur dedingizmi? Jasur Latipov bizning nimamiz, aktyorimiz. Hozir yana bir bola o'sha ko'rsatuvda aytilgan, yana bitta bolamiz hozir inshaalloh Olimpiadaga chiqsin deb duo qilamiz. Xudo bola juda ko'p. Stol tennisidan, kurashdan, qiz bolalarimiz bor, kurashchi qiz bolalarimiz. Shunday nima polvon, ular bilan tanishib kelasizlar. Yoshlar juda aktiv bizda. Juda aktiv yoshlarimiz. She'r yozadigan, kitoblar chiqqan yoshlarimiz bor. Shunday juda ko'p bo'lsa, tanlab kelasizlar qizlardan. Mana Uyg'ur qizlardan tanlab kelasizlar. Ana ochib bir narsaga xursand bo'ldim. Bizni o'sha yezini ko'rib, juda ko'p bu yerdan telefon bo'ldi-da. Mana ketdi bolalar. Yevropadan keldi. Hozir juda ham ko'pchilik nima qildi? Bizni shu Uyg'ur millatini ko'pchilik mana qayerda bo'lsam Uyg'urmen desam, "Voy sizlarning juda intifoq xalq. Bir-birini qo'llab-quvvatlaysizlar. Bir-birini qarindosh deb ko'rsizlar" desa, men shundan faxrlanib ketaman-da. Keyin men shu bizni meni ko'rayotgan nimaga aytmoqchiman. Qarindoshlar bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Bir-birimizga yordam berishdan cho'chimaylik. Qayerdagi Uyg'ur millati bo'lsa, biz birinchi o'rinda Allohdan so'raylik, hammasiga omonlik so'raylik. Qiynalayotganlar ham Alloh ularni tezroq yaxshi kunga yetkazsin. Cho'nglar ham so'rab duo qiladi. Va biz aytamiz, hammamiz birlashaylik. Bir bo'laylik. Bir-birimizni shu qo'llab-quvvatlaylikda. Nimadandir bir ozmas oqsoqlikdan bo'lsa, qanday bo'ladigan bo'lsa, yonimizda yelkitosh bo'lib, o'rnimizni turgizishga harakat qilaylik va olg'a intilaylik. Ham Uyg'ur qarindoshlariga Allohga omonatsizlar. Alloh sizni asrasin. Hadi bugün bizga suhbat berganingiz uchun sizga ko'p rahmat deymiz. Kelajakda ishlaringizni qutlug' qo'yamiz. Ma'lumotni olib borsangiz, ishlaringiz o'ng bo'laysiz. Shu qarindoshlarimiz tinch tomon bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar.